Koxlear implantli bolalar bilan logopedik mashg'ulotlar tashkil etish va rejalashtirish metodikasi fanining maqsadi, vazifalari va usullari. Kirish. Koxlear implant qo'yilgan bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlar maxsus pedagogikaning eng muhim va murakkab yo'nalishlaridan biridir. Bunday bolalarda eshitish orqali nutq tabiiy shakllanmagani sababli implant o'rnatilgandan keyin nutqni qayta o'rgatish zarur bo'ladi. Ushbu jarayonning samaradorligi logopedik mashg'ulotlarning to'g'ri tashkil etilishi, rejalashtirilishi, ota-ona ishtiroki va muntazam mashqlar bilan chambarchas bog'liqdir. Mazkur fan ushbu jarayonni ilmiy asosda tashkil etish bo'yicha kompleks bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi. Fan haqida umumiy ma'lumot. Koxlear implantli bolalar bilan ishlash maxsus pedagogik, audiologik, psixologik va logopedik bilimlarni birlashtirgan holda olib boriladi. Bu fan koxlear implantning tuzilishi, ishlash mexanizmi, bolalarda eshitish va nutqni qayta tiklash jarayoni, logopedik mashg'ulotlarni tashkil etish tamoyillari, rejalashtirish usullari va diagnostika metodikasini chuqur o'rganadi. Eshitish sun'iy stimulyator orqali tiklangan bo'lsa-da, bolaning tovushni anglash, farqlash va u asosida nutq hosil qilish qobiliyatlari logopedik reabilitatsiya jarayonida shakllanadi. Shuning uchun ushbu fan koxlear implant olgan bolalarning nutqiy rivojlanishini ilmiy metodik jihatdan to'g'ri yo'naltirish uchun zarur bo'lgan barcha pedagogik usullarni o'rgatadi. Fanning maqsadi. Fanning asosiy maqsadi koxlear implant qo'yilgan bolalar bilan logopedik mashg'ulotlarni to'g'ri tashkil etish, rejalashtirish, baholash va boshqarish ko'nikmasini shakllantirishdir. Fan talabalarga eshitish idrokini rivojlantirishning bosqichlari, nutqning qayta shakllanish mexanizmlari, individual reja tuzish, zamonaviy logopedik yondashuvlar va reabilitatsiya texnologiyalaridan foydalanishni o'rgatadi. Shuningdek, logoped koxlear implantli bolalarning nutqiy rivojlanishdagi cheklovlari, ehtiyojlari va imkoniyatlarini aniqlay olishi, ota-onalar bilan hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'yishi, eshitish multisensor metodlar asosida mashg'ulotlar o'tkazishni bilishi kerak. Fanning vazifalari. Koxlear implant qurilmasining tuzilishi va ishlash tizimini o'rgatish. Logopedik diagnostika usullarini o'rgatish. Eshitishni rivojlantirish bosqichlarini o'rgatish. Nutqni rivojlantirish metodlarini o'rgatish. Rejalashtirish tamoyillarini o'rgatish. Ota-ona bilan samarali hamkorlikni tashkil etish. Kutilayotgan natijalar. Koxlear implantli bolalarning nutqiy va eshitish rivojlanishidagi o'ziga xosliklarni biladi. Bola uchun individual logopedik reja tuza oladi. Eshitishni rivojlantirishning barcha bosqichlarini amalda qo'llay oladi. Nutqning fonetik, leksik va grammatik rivojlanishini tiklash metodikasini biladi. Mashg'ulotlarni o'yin, vizual va multisensor yondashuvlarga asoslangan holda o'tkaza oladi. Ota-onalar bilan hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'ya oladi. Boladagi o'zgarishlarni monitoring qiladi va natijalarni tahlil qiladi. Koxlear implantning nutq rivojlanishdagi roli. Koxlear implant eshitishning sun'iy manbai bo'lib, bolaning eshitish markazlari orqali nutqni idrok qilishiga imkon yaratadi. Implant tovushni yetkazib beradi, lekin tovushlarni farqlash, nutqni anglash, artikulyatsiyani shakllantirish, lugat boyitish kabi jarayonlar faqat logopedik mashg'ulotlar orqali rivojlanadi. Shu sababli implantdan keyingi logopedik reabilitatsiya bolaning nutqiy kelajagini belgilaydi. Logopedik diagnostikaning asosiy yo'nalishlari. Logoped diagnostikasi quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi. Eshitish funksiyasi, tovushni sezish, farqlash, nutq tovushlarini ajratish. Artikulyatsion apparat, lab, til, jag va yumshoq tanglay harakatlari. Fonematik tahlil, tovushlarni taqqoslash, bogin tahlili va sintezi. Leksik tarkib darajasi, so'z boyligi, mavzuli lugatlar. Kutilayotgan natijalar grammatik rivoj, gap tuzish, so'zlarni o'zgartirish, qo'shimchalar. Kommunikativ faollik, muloqotga kirishish, tashabbus, diqqat. Mashg'ulotlarni tashkil etish tamoyillari. Mashg'ulotlar quyidagi tamoyillarga asoslanadi. Individual yondashuv har bir bola uchun alohida dastur. Sistemalilik mashg'ulotlar uzluksiz va ketma-ketlikda o'tkaziladi. Multisensor yondashuv eshitish, ko'ruv, teginish orqali o'rgatish.
Oyin texnologiyalari, qiziqarli motivatsiyali mashg'ulotlar. Davriy baholash, oy, chorak, yil yakunida natijalar tahlili. Nutqni rivojlantirish yo'nalishlari. Fonetik rivojlanish, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish. Fonematik rivojlanish, tovushlarni tahlil va sintez qilish. Lugaviy rivoj, so'z boyligini kengaytirish. Grammatik rivoj, gap tuzish va grammatik shakllarni o'zlashtirish. Bog'lanishi nutq, monolog va dialog shaklida nutqni rivojlantirish. E'tiboringiz uchun rahmat.